bu chidamlilikni matematik aniqlikda 2-3 marotabagacha oshiradi. Muvaffaqiyat bu tasodifiy omad emas, resurslarni to'g'ri taqsimlash natijasidir. Erkak kishi uchun eng qimmatli resurslar bu testosteron va hayotiy energiya balansi. Bularsiz har qanday strategiya shunchaki qog'ozdagi reja xolos. Statistika shuni ko'rsatadiki, erkak kishining samaradorlik koeffitsiyenti uni gormonal holatiga 85% bog'liq. Men o'z imkoniyatlarimni 100% saqlashni afzal ko'raman. Ajr for men bu gormonal muvozanatning katalizatoridir. Kuchli bo'lish bu majburiyat. Aqlli bo'lish esa imtiyozdir.